eshakning qulqiga g'ijak chammoq. Hoy, 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 hoy. Tezdan qo'y tayoqni pirqirtayli. Hoy. Qaysi naqshini aytayotsan? Jo'jelining qo'y tayoq degan naqshisini, mushundaq moda naqshinimi anglab baqmadingmi? Naqsh tekstini anglab uqqanmaganim bekor emas-kanda. Bundaq naqshini aytqanliq eshakning qulqiga g'ijak chalgan bilan o'xshash. Eshakning qulqiga g'ijak chelish? Qandoq gap bu? Eshak qani? Bu idiomni sana ishlasa toza mos keladi. Yig'iliq davrida Gongmingyi ismli bir muzikat o'tgan bo'lib, u ham muzika ishlab, ham o'zi urulay oladi ekan. U muzikani yaxshi chag'ashqa kishilar uningga nihoyat qoyil ekan. Gongmingyi muzikani uyida emas, balki havo ochiq kunlari sirtlarda chaladi ekan. U tuyuqsiz oldi tarafda bir kalaning o't cho'p yavatganligini ko'ribdi. Atrofda boshqa odammi yo'qkan? Bugun sana chep ber. Odatda bir muzik chalsam 50 sar kumush olatdim. Sana qaysi muzikani o'rinlab bersam bo'lar? Bugun havo bakli yaxshi ekan. Shunga yaqindiq muzikadan birini chep ber. O sara. Nima, yoqtirmadingmi? Ehtimol bu muzika bak yiqimliq bo'lsa kerak. Undaq bo'lsa, odatda kerak muzikani o'rinlab beray. Qandaq? Kallasining suyi borkan buni. Nima, bunimi yoqtirmadingmi? Ritmi tezroq muzikani yoqtirdigan o'xshamamsan. Amsa shuningga chalay. Agar bu yerning o't cho'plari mo'l bo'lmagan bo'lsa, men bu yerdan burilib ketgan bo'lardim. Hay, aram bir muni yumron o't cho'plarni yeydiganda, bu muzikani anglab, ishtihoyimmi tutilib qoldi desa. Qaraganda to'lg'im usul muzikasini yoqtirdigan o'xshamamsan. Voy onimay, qo'lig'im bek og'rib ketdi, bo'ldi chamma. Endi qo'sig'im to'ydi. Faqatla chidag'uvchiligim qolmadi. Bu yerdan vaqtida ketib olay. Ketmagin. Begim, xafa bo'lmag'ayla. Selining chag'an muzikallarini hergiz yiqimsiz degili bo'lmaydi. Biroq bu muzika kalining qulqiga yoqmagan gap. Kishilar keyin bu hikoyadan eshakning qulqiga g'ijak chelish degan bu idiomni yakunlab chiqargan bo'lib, qoida tushunmaydiganlarga qoida so'zlashning eg'izni upuratganlik bo'ladiganligini tushuntirdi. Shundaqli gap qilganda odamga qaramay so'zlaydiganlarni mazoq qilish qishiltildi.